Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Men Halimov Rajab Hoji bobo. Yoshim 4-90. O'tgan yili keldim bu sanatoriyaga, havo tog' sanatoriyasiga keldim. Yaxshi dam olib, 10 kun to'la dam olib ketdim. Unda odam tirband edi. Asli men Samarqanddan. Samarqandda tug'ilib, Samarqandda o'sib, hali o'qishni bitirib, kelgandan keyin ishga Jizzaxga kelib qoldim. Jizzaxda 2 yil pedagogika ishladim. 21 yil birinchi musiqa san'at maktabida ishladim. Musiqa maktabida. Men o'sha yerda 4 yil rahbarlik qildim. Maktabda direktor bo'ldim. Keyin musiqa maktabida san'at maktabiga aylantirdik. Haligi nima deydi? Tasviriy san'at. Haligi masalan ochdik sinfini, undan keyin xoreografiya sinfini ochdik. Ana shunda san'at maktabi bo'lib qoldi u. Undan keyin 21 yil pedagogda ishladim. Bu yerda musiqa fakultetida ishladim. Shogirdlarim ko'p. Ba'zisi uyga ham kelib ketadi. Xabar olib ketayman, sog'ligim, halagimni. Pensiya 2009-yil pensiya jo'natib olishdilar. Yana borib o'sha musiqa maktabida yana bir ishlab berdim. Undan tashqari. Undan keyin haligi yangi binoga ko'chgandan keyin menga uzoqlik qildi, keyin bormadim u yoqqa. Musiqadan dars bergan ekansiz-da demak. Bu Xayr-Havotog' sanatoriyasida qayerdan bildingiz? Oldin kim birortasi kelganmi yo televizordan ko'rdingizmi? Yo'q, buni o'g'lim tavsiyasi bilan keldim. Men bo'lmasa havaga borib kelardim. Nuratoga. Bor. Nuratoga borib kelardim, u yoq sanatoriyaga. Va haligi bu kelgandan keyin buni suvmaga ma'qul dedi. Borib ichaman karantindan, qaytib ham ichaman, terimizga olib qo'yaman, uni ichaman, tog'maga kelib olib ketaman. Mana shunaqa. Hozir o'tgan yil borganim, ketayotganimda 6 10 litr flashkani to'ldirib olib ketdim. Ana ishib, ular bolalar ishlaydi. Ana yana kelsa, yana olib ketamiz. Yana ichamiz. Mana yaqinda xudo xolasa suv qadoqlash zavodimiz ham ishga tushadi. Samarqandda ham butun O'zbekistonga tarqaladi bu Havotog' suvlari. Magaziningizdan, do'konlardan chiqib olaverasiz, qiynalmaysiz endi. Xudo xolasa. Xudo umr bersa, yana kelaman nasib qilsa. Joylarda. Sog'ligidan shikoyatlar yo'qmi, demak? Yo'q. Sog'ligidan shikoyatim yo'q deb bechora bitta ayol chovib yurardi. Mana endi hozir yoniga bir odam kelibdi, doktor kelibdi. Ham rahmat. Hojibo bo'lmasam shu korxona ma'muriyatiga bir duo qilsangiz, Hojibo. Amin. Mana shu. Tinchlik, xotirjamlik, to'kis so'zib zaman bardavom qiladigan mana shu tashkilotni rivojlantirib, ulkan halilar bo'lishgan nasib etgan Parvardigor. Mana bu yerda hali chegara toza katta ekan, hali bo'ladi. Ko'ngildagidek bo'ladi. Hamma xursand bo'lib ketadigan bo'ladi bu dargohlar. Alloh. Rahmat.